Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz, yaxshimisizlar? Biz mana navbatdagi eshik romlarimiz tayyor holga keldi. Romlarimiz 6,5 ming penta sheffelskiy dub materialdan bo'ldi. Eshiklarimiz alyumin laminatsiya bo'ldi. Bitta jami 9 ta eshik, 5 ta rom bor. Inshaalloh montaj jarayoniga tayyor. Hozir ketyapmiz. Borib montaj qilib bo'lganimizdan keyin inshaalloh yana bir video qilib tashlaymiz. Kuzatib boringlar, xizmatdamiz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Mana biz navbatdagi obyektimizga yetib keldik. Mana inshaalloh o'rnatishni montaj jarayonini boshlaymiz. Inshaalloh bitganda yana bir tashlaymiz inshaalloh. Biz kuzatib borasizlar degan umiddamiz.